ishonling, sizni hech qachon 1-2 bo'lmaydi. Hech qachon bir narsaga erisha olmaysiz. Agar shunaqa baxil, ichqora inson bo'lsangiz. Erinmasdan boshidan oxirigacha chizibsizlar. Bu xudodan qo'rqmaysizmi? Birovning mulki-ku. Birovning omonati-yu. Boshidan oxirigacha erimay chizib o'tib ketibdi. Men mayli, kastografman. Men o'zim ham qila olaman, polirovkamman. Menga tekinga aylanadi. Lekin boshqa insonlarga bu ortiqcha rasxod. Hozirgi kunda o'zi pul topish oson emas. Nimaga shunchalik baxilsiz? Bundan ko'ra, shunaqa mashinalarni oldidan o'tib ketayotganingizda yoki bo'lmasa bundan ham yaxshi mashinalarni oldiga o'tib ketayotganingizda yaxshi niyat qiling. Allohim menga ham shunaqa mashina nasib qilsin deb. Nega qo'lingizdagi bir bu narsa bilan chizib, qirib o'tib ketishingiz kerak? Siz o'zingiz mehnat qilib olganmisiz buni? Agar hasadgo'y bu odam bo'lsa, hech qachon mashina tugul balonini ham ola olmaydi. Men o'zi boshida bu ishni boshlaganimda velosipedim ham bo'lmaganda, har bitta klient kelgan mashinaga o'tirib, men niyat qilganman-da, Allohim menga mana shunaqa mashina nasib etgan. Oilamni, ota-onamni olib yurishi mashinada har bitta mashinaga o'tirib, shunaqa niyat qilganman. Alhamdulillah, Alloh shu paytgacha so'raganimni bergan. Chunki men hasad qilmaganman, faqat havas qilganman. Shu videoga like bosib, iloji boricha maksimalni tanishchilik yuboringlar. Zo'ri mana shunaqa bir ichqora insonlarga yetib borsa, shuni ko'rib insof kirib qolsa. Sizlarda ham shunaqa holat bo'lganmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar.